Assalomu alaykum. Arab tiliga kirish darsligimizni 36-dars 3-bo'limiga keldik va bu maxfiy o'qish qoidasi. Maxfiy o'qish qanday bo'ladi? Yana o'shanday sukunlik nun yoki tanvinlik nunidan keyin qandaydir harflar keladi. O'sha harflar kelganda o'sha nunni ozgina yashirib, ozgina bildirmasdan o'qiymiz. Qoidaga qaraymiz. Arab tilida gapda so'zning oxirida sukunlik nun yoki so'zning oxiridagi tanvinning nunidan keyin maxfiy o'qish harflaridan biri, ya'ni ta, sa, jim, dal, zal, za, shin, sod, dod, to, zo, fa, qof, kaf kelsa, mana shu 14 ta harf kelsa, shu nun yoki tanvinning nunini ushbu harflarga kirgizib dimoq bilan o'qiladi. Misollarga qarang. Ya'ni kirgizib deganda bu yoqda o'sha harfni yashirishimiz kerak, maxfiy o'qish kerak bo'lgan harfni ozgina bilintirmasdan keyingi harfga ulavoramiz deyilyapti. Ya'ni e'tibor beramiz. Mana sukunlik nun. Undan keyin ta harfi kelyapti. Mana ta harfi o'sha maxfiy o'qish harflaridan. Endi mana shu nunni ozgina bilintirmasdan taga ulashimiz kerak. Ta'lamu, ta'lamu deb turib bilintirmasdan o'sha harfga o'tkazamiz. Mana ikkinchi harf sa. Min sukunlik nundan keyin sa harfi kelyapti. Mana bu yoqda ham sa harfi. Min samaratin, min samaratin. Shuni min samaratin deb turib o'qiymiz. Min samarat. Keyingisi man jaa, mana jim harfi, uchinchisi jim harfi. Nun sukunlik nun jim harfiga qo'shilyapti. Shunda maxfiy qilib turib min jaa emas, min jaa deb turib o'qiymiz. Min dunihi man za, man zawjin, insaa, min sharrin, an saddukum, min darrin, an tahhartahum, min zahirin, anfusakum, min qabli, min kulli. Hop, e'tibor beradigan joyimiz mana shu harflarni, 14 ta harfni biz bilishimiz kerak. Mana shu harflardan keyin mana shu harflar sukunlik nundan yoki tanvinning nunidan keyin kelsa, o'sha maxfiy o'qish qoidasi hosil bo'ladi. Shunga yaxshi e'tibor berishimiz kerak va yodlab qo'yishimiz kerak shu harflarni. Mana shu harflar demak maxfiy o'qish harflari ekan deb turib yodlab qo'yishimiz kerak, 14 ta harf. Xo'p, 36-dars 3-bo'limning husnixatiga keldik. Bu ham xuddi shunday qilinadi. Birinchi qatorga qarab, ikkinchi qatorni ustidan yozib chiqamiz. Uchinchi qatorni mustaqil yozamiz. Bu ham birinchi qator, bu ikkinchi qator, bu uchinchi qator. Bu yoqda ham birinchi qator. Bunga qarab turib buni yozib, bu qatorni mustaqil o'zimiz yozamiz. Va buni ham ustidan yozib qo'yamiz. Kim yozmagan bo'lsa, katta foydalardan xoli qopti desak to'g'ri bo'ladi. Chunki yozishda aytgandek katta foyda bor. Yozganda tushunib yozsa agar juda katta foyda bor bu narsalarda. Yana eslatib o'taman, mana shu maxfiy o'qish harflarini yodlab olishimiz kerak. Shu tartibda yodlab olsak ham bo'ladi. O'zimizga ma'qul tartibda ham yodlab olsak bo'ladi. Muhimi yodlasak, sukunlik nun yoki tanvinning nundan keyin shu harflar keladigan bo'lsa, maxfiy o'qish qoidasi hosil bo'ladi va uni xuddi shunday qilib turib, ya'ni
yashirib, ozgina maxfiy qilib bu harfni keyin davom etib o'qishimiz kerak bo'ladi. Anfusakum deganday. Xo'p, 36-dars 3-bo'lim o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha